Mana polvonlarimiz davraga chiqib keldi. Assalomu alaykum polvonjonlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana tovoqqa polvonlarimiz chiqib keldi. Shohruh aka bo'yda. Shohruh polvon, Qashqadaryo, Narqot polvon. Sog'lig'ing yaxshimi? Mazang zo'rmi? O'tir. O'tir. Qani kim olishadi Shohruh bilan? O'zlaringga bir masalani taylab ko'ray, lekin baribir o'zimda aytganimni qilaman. Yana kim olishadi? Yana kim olishadi? Shoshmanglar. Gapni quloq sol endi. Kurash 1 minut to'xta. Kurash to'xta. Kurash to'xta. Bosh tovoqqa men fikrimda aytaman. Agar ma'qul bo'lsa, aytasizlar. Shohruh polvon Qashqadaryodan, Sher Muhammad polvon Surxondaryodan. Ikkoving bosh tovoqqa kurashasiz. Endi gapni quloq sol. Men ham ozgina telefon varaqlayman. Kecha telefonni ko'rib, men juda kurashdan ko'nglim qolib ketdi. Sher Muhammad bironta bu yerda dushmanchilik yo'q. Bo'yidan bitta narsa. Senga osang nasihat. Sening ortingda butun Surxondaryo xalqi turibdi. Agar yo'q, oshnamidi seni bir-biringni urib o'ldir deyotganimiz yo'q. Vaqt kelgan bir mahalladan bir kishi olishga. Ikkoving kurash qilib berasan. Men beg'ini ham tirlayman. Ma'qulmi? Ikkovga nor tuyasi bor. Amin. Yaxshi otga bir qamchi. Yomon otga 1000 qamchi. Bu ko'taryapti. Amin. Iloji yo'q. Amin. Hoca Rustam'da koyun olmasa. Endi gapni quloq solinglar. Bo'ldi, menda priyom ko'p. Rustam aka, Rustam qani? Rustam, yurang urami? Yurang uradimi? Uradi. Gapni quloq solinglar. Tovoq chekkaga turadi. Tovoq chekkada turadi. Ehtiyot shart bu. Ehtiyot shart. Zapasi bo'lmagan odam bankrot bo'lib yo'q bo'lib ketadi. Ikkovga 5 yashar tirigoti bor, ustiga 1 million pul bor. Amin. 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 Ya keldi, amin. Rustam, amin ketar qoldi. Ya, Allohu akbar, hayda. Narxot beraki. Shoshmay tur. Narxot beraki. Bo'ldi. Bo'ynaga yevrolarda bitta stil bor. Abidgacha o'zinikini allaydi, abiddan keyin birovdan allaydi. Yozing. Narxot polvon. Oltinsoy Sher Muhammad polvon. Jarqo'rg'on. Bo'ldi. Yaxshi fikr. Sher Muhammad bilan Narqot borib soyaga turinglar. Zapasda kapsizlar. Bo'ldi. Ikkoving zapasda tur. Bu yerdan tirlaymiz. Kel. Yana kel. Ehson kel. Ehson. Yozing, Jasur polvon. Sho'rchidan Ehson polvon Sarashadan. Ikkovga 5 yashar tirigoti bor. Xudo omading bersin. Kel Otabek. Kel bitta.
Ke bittin, tez tez ke. Ke. Bağırdın ki, bağırdın. Bağırdın ki. Tez tez mi, tez tez. Davay o'ting. Bo'ldi, Jamshid yozing. Uzun Jamshid Otabek Boysin. 4 yashar tirik ho'kizi bor, ustiga 500 ming so'm pul bor. Aziz kim? Hoji kim? Yozing. Aziz polvon. Sarayga tursan o'zinglarmi? Uzundan. Hoji polvon Jarqo'rg'ondan. Ekoga bir tirik ho'kiz 500 ming so'm pul bor. Amin. Amin. Xudo omading bersin. Bağırdın be aka. Ke bağırdın ya bittin. Ke. İkavda xohlaganiga aytay. Bo'ldi, ikkovga bitta o'kiz bor omin. Allohu akbar, qolganlar dam oladi endi. Qolganlar dam olib turadi. Rahmat. Bosh tovoq qo'yilgan yo'q. Qo'yilgan yo'q. Jarqo'rg'ondan Abdurahmon polvon. Alham polvon. Ekoga bir chori qo'y. 400 ming so'm pul. Omin, domading ber. Rahmon polvon bilan Alham polvon. Bundoq ergash. Xudodan Jobir degan ukamiz bor ekan, musofir yurtda ekan, sog' salomat vatanga qaytishni Alloh nasib etsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Ekoniki. Ha? Kamerasi bormi? Kamera. Ha? Assalomu alaykum. Kamera bo'lsa jo'natinglar, kamera bo'lsa sportni bo'lib qolmasin. Biz haytam Amerikadan kelmagan o'zimizda. Bu vaqt olishgan polvonlarni Anvar ajratinglar. Bo'ldi, davron Alham polvon bilan Rahmon polvon revansh kurash. Ularni sheriga kel. O'zi qayerga ketdi? O'zlarini Germaniyaga ketdi. Germaniya? Vakkalan 3 kun. To'g'ri. Bo'ldi. Rahmat.
Lan emsin yapı seni gapirgan yo'q. Gapirgan yo'q senga. Sen tushunmadim yangi. Urush qildirmay ajratib qo'yinglar muhdim bo'ldi. Ikkovini bo'ldi. 1,5 soat olish ikkov janjalga boryapti. Bo'ldi ajratib qo'yinglar. Bo'ldi ajratinglar. Shunga olish. Davay. Ushlash. Ustiga 2 qo'l qarab turing. Ustiga 2 qo'l mana yerga aylanmasi 2 qo'l kurashtiring. Mayli, armoni qolmasin. Qani yoshlar bilan nimani ham olib keling. Ikkovini ustiga 2 qo'l voparaga aylantirmay chiqib ketmay 2 qo'l almashtiring maqini. Kele duogan polvonlar Bektemir, Elbek, ke. Kel duoganlar Elbek, Bektemir. Qare. Senga ham oxirgi qo'l, mana bu bir qo'l olgan, buni ikkovini ham oxirgi qo'l. Davron to'g'rilab turaylik birdan. Elbek. Bektemir. Bo'lmadi, bosma. O'tib ketalmading. Bektemirga. Bo'ldi, bularniki ham hammasi uchovini ham chiqarib turing. Bo'ldi. Boshqachilik olib turamiz. Ol. Kaçma. Kuraş. Kaç çekilaglar. Kaçma. Kuraş. Uğraşma. Kuraş. Hayırlı. Kuraş. Yaşambo. Gene Shohruh polvon, Rustam polvon, keyinlar men natija ko'raylik deb tovoqni orqaga taylab qo'ydim. Endi shuni yarasha eshitmaysanmi dedi. Kuraş. Vurun. Vurun. Çap düşlava çap. Ana şey. Buyoqqa turinglar, bu yoqqa turmoqchi. Bu yoqqa. Polvonlarni sali, Muhiddin, Anvar, ichki ishlar shu bir 10 metr polvonlar sal davronni nima qilib turibdi-da. Iltimos endi sizlardan biri. 5 metr orqaga bo'linglar. O't orqaga suring. Kel, tez kel. Ergash qani o'ynay to'y degasi ukan qani birdan duosini beradi. Nima desmi?
G'afar aka, chiqayotganini birdan chiqaring. Mana qarang, 6 par polvon, tuya, ot, ho'kiz birdan kiradi. Davay, birdan shuni to'g'rilaylik, o'shanda natija bo'ladi. Ha. Mana ekoniga mohir qo'y. Birdan to'g'rilab qo'yingiz. Okey. Hozir olamiz, birdan olamiz, birdan. Bo'ldi, kurash to'xta. Kurash to'xta. Kurash to'xta. Kela, tez kela. Yerga tur. O'tiramiz, hamma o'tiramiz. O'tiring bo'g'o. Bo'g'o, mana yerga turing. Nevaram oldiga turing. Og'aylar, mana shu bugunga endi baholi qudrat ozmi, ko'pmi? Mana shu misol bir kurash har doim ham bo'lavermaydi. Mana Xonzaga 1 yilga, 2 yilga bir kurash beradi. Rahmat. Misol mana 40 ga yaqin mayda mol, mana baholi qudrat otdan ot, tuyadan tuya orzu, niyat, havas qilgan ekan. Ana shu bugun ay maydaroq maydon bo'lsa ham qiziqroq, shiringina maydon bo'lib turibdi hozircha. Maqsad bitta. Shu ko'pdan duo olish. Bir qo'l ochib duo qilamiz. Ilohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Yo bor Parvardigor, 18 ming olamni o'zing yaratding. Biz gunohkor bandalarni ham o'zing yaratding. Bergan umringga, bergan rizqingga, bergan barcha ne'matlaringga behisob shukr. O'zingga hamd. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Shu bugungi kunga sababchi bo'lib turgan mana shu go'dakni umrini uzoq qilsin. Rizqini butun qilsin. Ortidan el qaraydigan, yurtni koriga yaraydigan solih, iymonli, e'tiqodli, islomiy farzandlar bo'lib vaqt voyaga yetsin. Parvardigor sherda qo'l ochib turgan insonlarni ham umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin, xonadonlari obod bo'lsin. Parvardigor oralarimizda farzand talablar bor. Xudoy taolodan qo'shcha solih farzandlar ato qilsin. Parvardigor oralarimizda bemorlar bor. Shifoi karamidan shifoi komil ato qilsin. Parvardigor oralarimizda safar ketuvchi, safar qilib keluvchilar bor. Safarlarni ham bexatar qilsin. Uzoq yurtlarda bug'doy boshog'ini doniday butun dunyoga sochilgan musofirlarimiz bor. Xudoy taolo boshlari omon bo'lsin. Bola chaqalarni boshiga sog' omon kelsin. Farzandlarni rohatini ko'rsin. Bir kun xalqni yig'ib oshi non bersin va xalq qudrat kurash bersin, to'y tomosha bersin. Parvardigor barchalarimizni rohi rostga hidoyat qilsin. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. O'tkinchi dunyoda xorlikni ko'rmaylik, zorlikni ko'rmaylik, muhtojlikni ko'rmaylik. Parvardigor dunyomizni tinch qilsin. Har qanday ko'rinib ko'rinmay keladigan baloy ofatlardan, har qanday kasalliklardan yurtimizni omonda saqlasin. Parvardigor har kimning talabini, istagini, maqsudini o'zi hosil qilsin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar. Rahmatka. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Beraka Bektemir. Bektemir polvon, Qashqadaryo. Elbek polvon Surxondaryo. Kecha ekov armoni bo'lganman deb chiqor talab qilib keldi. Ekovga to'ygalarning nomidan bir tirik o'tkiz 500 ming so'm puli bor. Amin. Xudo madingi bersin. G'ofar aka chiqdimi bular? G'ofar aka egallab olasiz. Bitta bekovga men jo'nataveraman. Elbek polvon bilan Bektemir polvon. Kecha Bektemir polvon bosuvdi, bugun mana or talab qilib Elbek polvon chaqiryapti. Yozing. Benovdan Bobosh polvon. Uzundan Bahriddin polvon. Ekovga ham bir tirik o'tkizi bor. Amin. Xudo mading bersin. Anvar.
Sen qaraysan. Nechachilar ajratinglar. Riyos, bo'ldi. Ajrat. Mana ikkovi ertalabdan beri olishyapti. Mana ikkovini ajrating. Yozing. Boysundan Otabek polvon. Uzundan Jamshid polvon. Ikkoviga to'rt yashar tirik o'tkiz ustiga 500 ming so'm pul bor. Amin. Xudo maling bersin. Nur Muhammad Hojibodan $100 mehmon keldi. Menga. O'sha yerga tursin, birovga qo'yib yuboramiz. Eshiting. Shohruh polvon, Qashqadaryo. Umr uzoq bo'lsin. Mana 1-2 to'ydan beri kelyapti. Xalqimizni xursand qilyapti. Xudoy taolo yomon ko'zdan sog' salomat o'yin kulgi bilan to'ylarimizni xursand qilib yursin. Sha'niga bitta chiroyli qarsa chalinglar. Rustam polvon yosh yetilib chiqyapti. Xudo umrini uzoq qilsin, omadini bersin, yuzini yorug' qilsin. Gulgi tishaniga bitta chiroyli qarsa. Ikkoviga to'y egalari nomidan 4 yashar tirik ot ustiga 1 million so'm puli bor. Amin. Xudo omading bersin. Gap yo'q. Kim qaraydi? Muhi kim qaraydi? Muhi mana shu yerga. Ajralayotganlarni chiqaringlar, mana shu 6 par o'zi yetadi. Zo'r paralar kurashib boshladi do'stlar. Eshiting. Mana boyni men ta'rifladim. Endi ha deb tarilayversak ham bu Xonzoda ko'zi bor odam ko'p. Kirma-birna kirib qolishi mumkin. Shohjahon polvon Jizzaxdan, umri uzoq bo'lsin. Ikrom polvon Surxondaryodan. Ikkoviga to'y egasi nomidan bitta tirik o'tkiz, ustiga Nur Muhammad hoji nomidan $100 bor. Amin. Xudo omading bersin. Allohu akbar. Kim qaray, shohobki. Mana shohob qaraydik bo'ladi. Bo'ldi endi. Shoshma. Shoshma, mana. Bo'ldi. Ikkovingniki bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, bu mayda bekovlar senlar chiqarilmayapti-da. Bo'ldi, ikkovini rozi qilaringlar. Bo'ldi, kurash, yoyilamiz, bir-birimizga ziyon bermang. Yoyilamiz. Shohjahon polvon bilan Ikrom polvon. Bir ho'kiz $100. Yo'q, bo'ldi, duo yo'q. Bo'ldi, sizlar kiymayveringlar-da. Agar yaxshi olishaman desalaring, kiyinmay turib xonim qo'ltiga aylayveringlar. Yozing. Hoji polvon Jarqo'rg'ondan, Aziz polvon Uzundan, ikkoviga qo'ldolar ho'kizi bor. Ho'kizni pulni olasan. Omading bersin. Sayşon nomidan $100 mehmon keldi. Menga buni ham olib qo'ying. Menga kerak emas bu pul. Endi tinchgina qaraymiz. Bekorlar chekkadan o'zlariga tegishli bo'lgan nima polvonga qaraysizlar. Endi holatni bekorlar hamma biladi. Holatni. Ikki oyoq uzilib ketsa, bir yelkadan oshib tushsa ham halol uni tush holatini ko'rasizlar. Yerdan hech qanaqa usul bekor. Va alaykum assalom. Yozing.
Ko'rchidan Jasur polvon, Ehson polvon Sarasiydan. Ekoviga 4 yashar tirik oti bor. Xudo o'g'ling bersin, kim qaraydi bunga? Buxo, kim qaraydi? Anor senga bor polvon? O'ynar men qara. 6 bekovsa bitta-bittaga o'ynar, bitta-bitta. Yok, shoshmang. Mana unga orasiga men qo'lib tiqilmayman. O'zi yeb qo'ydilar, fontaga ikki kelmay ketdilar. Bir ishni qilaylik-da o'zi. Buni ichiga polvon tiqib bo'ladimi? Buni tomosha qilaylik. Joy tengishganlar men 50 ta polvonga javob berayotgan men olmayman men. Lekin joy tortib buni ustiga o'tirib odam tiqib birovga mishat qilib nima qilamiz? Qara, Muxa, Anvar, Shahob 2 marta tizzalagan polvonga ogohlantirish berasan. Kuydirgan polvonga. Uchinchisiga tizzalaydimi, yotadimi, bosadi. Ana shu. Boshqa gap so'z yo'q. Odamlarni ustidan alixon qo'yib yuboradi. Mana bekonimiz bor. Bekonimiz yo'lga o'tdi. Bu yo'lga o'tdi. Shu yerdan o'tdi. Buni o'zi to'xtamas. Men qaytib to'xtadim. Kamerani ko'ring. Bir ikki qo'y. Kamera bor. Kecha ham yerdan Furqat tog'asidan bir chori qo'y mehmon keldi derdi. Hoji Karimdan bir sarka, yoniga bir chori qo'y ham bormi? Aylanmay kurashamiz. Aylanish yo'q mana bor. Nima sizlarga? Aylantirma olishtiring. Bo'ldi. Aylantirma olishtiring. Kurashamiz, kurash. Rahmat, zo'r. Juda zo'r kurashyapti. Qayta kurash. Ustam kurash. Sho'rib kurashingiz, davay. Ortiq cho'pondan bitta chora qo'y. Mana aytdimki, kelaveradi bu Xonza, bu o'ta saxiy xalq bu. Hali ham olma pishganda kelganlaringga yiqilganga bir xalta, yiqilmaganga 5 kilo beraveradi. Chunki yiqilganda yaxshi ko'radi bular. Kurashamiz.
Xurshid. Xurshid. Baraka bosdi. Xurshid degan bola bor ekan. Qani? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz ham? Yozing, G'arqo'rg'ondan Hasan polvon. Oltisaydan Akbar polvon. Mana Xurshidga bittanki. Xurshidga. Xurshid polvon Surxondaryo. Nurmuhammad Hoji akasi nomidan bitta chora qo'yib bor. Men buni ham qo'yib qo'ying. Berasiz. Hamaysi mana bitta bo'lib qolganiga mana 6 ta 7 ta qo'y keldi. Bo'ri bu yoki sen meniki. Bu yerga moshin probka bo'lmaydi. Endi biz haydab chiqib ketaveramiz. Yerga moshin probka bo'lmaydi-ki, moshin e'lon qilingan. Bekavullar, buni 5 minut 10 minutni kutib turib, "Omina Alloh akbar" degan gapni eshitib kutib o'tirmasin. Bosadi zot oladi. Gapni ochildi. Bo'lmasa nechaga hech narsa yo'q. Abdurahmon kel. Yo, hozir menga qara, men xolis aytaman, bu yerda hozir uni aybi yo'q. Seni bos. Men Vahshiy yo'tyapti-da. Mana vahshiy yotib o'tadi. soat bo'ldi. Priyom durdi, yolg'on priyom qo'yardi. Soat bo'ldi. Aka Seni yolg'onaman deb priyom yotib o'tyapti. Hayratda. Yaxshi qaranglar, yaxshi qaranglar og'aylar. Otangga rahmat Otabek polvon. Bo'ldi xolos. Ho'kizini bering Otabek polvon. Ha? Ho'kiz yomon katta edi. Qaradim ustiga pul. Ha 500 bormi? Ha 500 bering. Bir ho'kiz 500 bering. Tamarga chiqdi yorim.
Kurashamiz og'aylar, kurashamiz. Barakalla, yaxshi kurashyapsizlar. Xurshid qani sherigi? Kela Xurshid sheriga duoga. Ha, Xudo omading bersin. Ha. Barakalla. Rahmat. Qo'yma, ikkovingga ikkita qo'y 500 ming pul bu. Hayda. Ikkita qo'y. Mana yana bitta qo'y beraman. Shunday chiroyli kurashgan odamga bofi beraman. Давай! Hayda! Kurashamiz. $829 Nexia 376 Cobalt yo'lga chiqib qoldi, anglang. Gap yo'q. Rahmat. Alixon polvon bosdi. Gap yo'q, Alixon polvon. Hammasi ikkisin. Bitta polvon. Ha. Muhammad Said polvon Xonzadan. Oltisoydan Ro'zibay polvon ikkoviga Shukat tog'asi nomidan bitta chor qo'ydilar. Amin. Xudo ma'lum. Bo'ldi, bu yerni ko'ray. Qoch polvonlar, qoch. Bo'lmadi, qayta ko'ramiz. O'rtago'ylar katta polvonlar, muhottam. Katta polvon o'rtago'ymi? Oxiri voy yatib ketmam bundan. Ali aka olsun. Bekdimi? Bu qo'lchim qilma, qo'lsinday ko'rasan. Qo'lsin ketardi hozir. O'rtaroq bu yerga tosh bor aka, o'rtaroq bor. Shohib bilan Rustamga vaqt beringlar, ikkoviga ikkita polvon tayin. Ikkita polvon tayin. Ko'p pas bormang, tosh bor. O'rtaga.
Abdurahmon. Ey Abdurahmon qani? Jarqurg'on Abdurahmon meni oldimga bir kelib o'ydi. Qo'yinglar, men vijdonsizlikka chidolmayman. Men shu kecha yotolmayman. Gapni ochiq. Abdurahmon beg'aki. Bitta qo'yib kel. Buni to'g'ri aytish kerak-da, bitta ikkita odamning guvohligi bilan bir insonni kuydirmay. Birinchiga bosadi shu. Men ochiq aytishim kerak. Yana. Abdurahmon. Aka. Kurashamiz. Ne qara Shohruh bilan Rustam. Bo'ldi bular. Bir qo'l bering bo'ladi. Shohruh, sen mehmonsan bu yerda. Endi vaqti o'tmasin. Mana Rustam ikkoving kurashding. Ikkovingga ikkita polvon bor. Chunki biz shuncha xalqni chaqirib, bosh tovoq nima bo'ldi, kim chiqdi degan savol bilan kechasi bilan tong to'xtamas bo'lmadi. Yo, ishlarsa bo'lgan. Ma'qulmi? Ikkovlaring rozi? Ha? Olishaverasanmi? O'zi bilan olishaveraman dedi, olishaver. Mana sen mehmonsan bu yerda. Bir martaga mana oldingdan o'tdik. Zafar aka shu o'rtaga olib chiqib ketyapti deb aka. Mana siringda bunday bor. E'lon qil. Bor 5 ta qo'yaptilar. Bor o'sish bor. Ha, sering qani? Ey og'aylar, biz mana aytdik. Chunki vaqt oliy hakam. Bosh tovoqqa kel nor tuyagan. Mana men bir martaga oldidan o'tdim. Bosh tovoqqa kel. Mana bosh tovoqqa chaqiryapti. Bo'ldi, Xurshid, bo'ldi. Bo'ldi, bos. Gap yo'q. Bosh tovoqqa kel. Arqot polvon, Sher Muhammad polvon. Endi og'aylar gapni quloq solinglar. Turinglar. Tura. Bo'ldi, mana men bosdim. Bo'ldi. Tez chiqing, tez. Zotdan qolib ketsin, tez bu. Bor tez zotingda. Shoshilmasdan. Mana bosh. To'yiga Nortiya. Sher Muhammad polvon ko'tardi, nor quvvat olishadi. Amin. Xudo omading bersin. Allohu akbar. Bosh tovoqqa. Tez chiqamiz lekin nor quvvat. Tez chiqamiz. Sher Muhammad tez chiqamiz.
Xolos. Bo'ldi, Shohjahon bilan Ikrom nikoni ajratib qo'yinglar. Ikkovi rozi. Ha? Necha? Ya shoshma, ustingda odamlar turibdi. Hozir quloqsa ustingda odamlar turibdi. Avval fikrini eshit fikrini. Bo'lsam xabarga kelingsa ikkovi. Yerda urishayapsan. Xudo xohlasa yerda urishayapsan. Boshqa ish. Ular bajarsa bo'ladi. Lekin yerda qilayapsan. Senga aytayapman. Ikkovi ham qayta kurashdi. Hech narsa bo'lgan yo'q deyapti. Seni yiqildi deyotgan yo'q. Ha? Sen bu işin yerda olsun diye mehmona çok getirdim. Kamera amir görüntü Yo'q, birinchi yonbosh tushib ketyapti. O'shandan keyin kurash bekor deydi. Olib. Kurashamiz. Aylanish yo'q, ehson, kurashamiz. Salqin bo'ldi mana. Bu da bu yerda. Kurashamiz. Evet. Şahırık bo'lama. Yok, mana qara. Bo'lmasa bir natija ko'raylik. Va Ergash kelib aytdi, Hojiboy shu ot bilan tuyani yo'qoting, bizga joy yo'q deyapti. Hamma qarang setka, hamma yer o'rab olingan, joy yo'q deyapti. Boshqa lekin. Bektemir kurashamiz, Bektemir kurashamiz. Norquvvat ke, Sher Muhammad ke. Pagoda zo'r bo'ldi, mana salqin yana. Bir marta qurib ketsang, ikkinchi kechikmaysan. Men ham kechiksam bekorlikka qo'ymaydi. Men ham kechiksam. Ha, ikkinchi kechiksa. Kechikmaslik kerak. Hamma o'z ishiga e'tiborli bo'lish kerak. Qaytara. Ey, nachalik, qaytaring. Qaytaring. O'zi joy tor, yana kirib kelar. Geldi.
Norquvvatga. Norquvvat. Kel, Norquvvatga. Hoppa! Hey! Endi bo'yidan gapni quloqsa. To'y kurashda shunday holat bor. Sen hozir duzda usulida qilib, yelkani yerga tegizib burasoq qilding. To'y kurashda usuldan, qushdan, hamma narsadan ustun bitta narsa bor. Bu omad. Sen yerga tushib ketib, keyin oting bo'ldi halol uniki. O men senga ertakchi ta'riflaganday ta'riflab berdim. Bir martaga tushunsang tushunding, tushunmasang kuch kelding. Endi o'zimizni mana unib o'saydigan Xudo xolasa omadini bersin. Ikkita yigitimiz chiqdi. Ta'riflab vaqtni olib yotmaylik. Haqiga duo qo'yaylik, ikkovini ham umri uzoq bo'lsin. Norquvvat polvon Oltinsoydan, Sher Muhammad polvon Jarqo'rg'ondan. Ikkoviga to'ydorda ukasi kim edi? Komil ukasining nomidan bitta nor tuyasi bor. Amin. Xudo omadingni bersin, yuzingni yorug' qilsin. Allohu akbar. Bosasan olasan. Ey barakallah, umrlaring uzoq bo'lsin. Sizlar bossalaring xalq to'y qiladi. Necha bo'laversa, nima kerak deydi. Chidarkor deydi. Hech kim kurash bermaydi. Boss lekin beradi. Bosh tovoqqa Sher Muhammad polvon bilan Norquvvat polvon kurashyapti. Hadi bo'lmadi, tortma. Bo'lmadi. Qo'y barchani nariyoqqa olinglar. Hozir ustiga tushirdi, telefon ham kelib ishlasa bo'lmasdi. Oylang barchani nariyoqqa. Ye. polvon bosdi. Bo'ldi hozir. Zotingga bordi. Kelding mana kelding. Tugadi desa tushunmaysan. Kurashamiz.
komilida tuya qo'yilgan. Og'aylar, mana shu tuya qo'ygan Komil degan ukamiz o'zi Rossiyadan. Shu Ergashli ukasi. Bir qo'llab duolaylik shu haqqiga. Xudoy taolo hazinan keng shu yigitga solih farzandlar ato qilsin. Bir kun mana shu maydonni to'ldirib, kurash bersin, oralarimizdan xato bo'lmay, mana shu maydonga o'sha kurashni tomosha qilish, qatnashish hammamizga nasib etsin. Amin va robbil alamin. Tugataman dedi. Tugataman. Arda. Kurashamiz Ehson. Kurashamiz buyda. Faqat sen aylanyapsan. Bilmayman, meni oldimga aylanasan. Aylanmay kurashaylik og'aylar. Ne qara? Polvonlar, kurashaylik. Begona yo'q. Kommentariyani yomon yozmaydi. Ha, o'zimizdan deb yozadik. Bos? Ha. Yo'q. Ikkoviga hech narsa yo'q. Chiroyli kurashyapti, rahmatchilarga. Voh. Aziz, salga bu qo'l ishlaganingga ketar. Yerning semizrog'ini bering, mana u lichinada yangi. Oshtirning zoti yo'q deyapti. Sher Muhammadga İşten açtı.
Bekmurat bo'lganda ikkovi mos tushadi. Bekmurat bo'lgan bo'la. Hamroqul aka bobosining nomidan 500 ming so'm mehmon keldi. Ikkita tana ketdi. Ikkita tana ketdi. Holda Bahriddin to'rtta begor. Ha, G'affar aka, bo'ldi, armonsiz kurashdi. Ha? Bekar. Nima qildi? Kun kech bo'ldi. Qo'yga keladi. Ularni bir-biriga almashtirib, chiqib ketadi, u 20 minutga ketadi. Ha. Bu zam turib qolsa. Kechib ketadi. Jasur. Oxiri bo'lyapti, katta bosdisiz. Kelay polvonlar. Kel. Hammaga bekavullar ikki qo'l muhlat beringlar. Davay, hayrat qilinglar. Yerga aytib mashina bilan Og'aylar sog' keldilaring, salomat ketinglar. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Mana kurashimiz yakunlandi. Qolgan polvonlar hammasi necha? Shermuhammad ham, Shohruh bilan Rustam, Bekmurod bilan Elbek ham necha? Jasur bilan Ehson polvon ham necha? Rahmat, sog' bo'lasizlar. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib chiqib ketasizlar.